Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar. Daryolar o'zining suyini icholmaydi. Quyosh bo'lsa o'zini isitolmaydi. Oy o'zi uchun yurmaydi. Gul chechaklar o'zlari uchun go'zal puroqlar chiqarmaydi. Shamol o'zi uchun chiqmaydi. Bulutlar o'z yomg'irlaridan namlanmaydi. Mevlik daraxtlar o'z mevalarini yeyolmaydi. Bular bir-birlari uchun yashaganlik uchunla qimmatli bo'ldi va kuchli bo'ldi. Bularga nisbatan o'z oldiga yashash qimmatsiz va ojizlikdir. Qisqasi, tabiatdagi hamma narsa bir-biri uchun yashaydi. Birlik va tamponlik ichida harakat qilib, o'z qimmatini topadi va qudratli bo'ldi. Bularning bunda harakat qilishida fidokorlik va bir-biriga xizmat qilishda qadriyat yotadi. Biz buningga biz va birlik engi deymiz. Ko'chalar mehnat, lekin uyimiz pokiz. Uyga kirishdan burun oyg'imizni selvetib uyga kiramiz. Lekin ko'chalarga xohlagancha tükürib, axlat tashlaymiz. Özümüz üçün can ko'ydirib ishlaymiz. Özümüzün ishiga ajoyib puxta qilamiz. Lekin bir partisi, bir mansubi bo'lgan kollektiv uchun mundaq qilib aytganda mavjudligimizning asosiy bo'lgan millatning ishiga can ko'ydirmaymiz. Zodi nima uchun? Chunki uyimizga biz nuqtasidan muomala qilamiz. Ya'ni bizning uyimiz deb ataymiz. Afsus, ko'chalarni bizning ko'chamiz deyolmaymiz. Özümüzün ishini bizning ishimiz. Kollektivning va millatning ishini bizning ishimiz deyolmaymiz. Nimishqa deyolmaymiz? Chunki to'pluq yoki millat bo'lishimiz bilan texnikicha hayotning birlik va hamkorlikdan iborat haqiqatini texnikicha idrok qilib bilolmaganligimiz uchun. Ichki dunyomizki biz engi hayotimizdagi hamkorlik va birlik haqiqatining asosidir. Bu haqiqatni idrok qilib turmushiga tatbiqlagan insonlar bir-birlariga ishonadi. Aile, qo'shnilarchilik munosabati, iqtisod va siyosiy hayotlar ishonch ustiga qurilgan bo'ldi. Bundaq bir jamiyatda qatnashchilar yong'anda motori uchib qolgan mashina egasiga yana bir mashina haydaguvchi yordam qildi. Farzandlarining kelgusiga ega chiqdi. Uyining pokizligiga qanday ahamiyat bersa, ko'chaning, shaharning pokizligiga shunday ahamiyat berdi. Ish qilganda o'zi taalluq bo'lgan kollektivni o'ylab turib, mas'uliyat bilan ish qildi. Tili, irqi, dini, kültürü ortaq bo'lgan qarindoshlarga qiyin ahvolga duch kelsa, darhol yordam qilini sundu. O'zining mavjudligini kollektivga qarzdor deb o'ylaydi. Navoda biz va hamkorlik engi bo'lmagan jamiyatlarda sen va mendan iborat qutblashish kuchli bo'ldi. Cho'ng ishlarni vujudga chiqarish, jamiyatdagi qutublashishni tugatish uchun biz engi bo'yicha ish qilinsa qat'iy bo'lmaydi. Professor doktor Doğan Cüceloğlu sen ve men engini asas qilgan aile ve cemiyet hayatının qandaq meselelerini keltirib chiqardiganligini, buning hal qilish yo'lining biz engi bo'yicha ish qilish ekanligini qimmatli kitobi ichimizdagi biz nomli kitobida bayon qildi. Kitobning birinchi bobida kundalik turmushdagi ba'zi hodisalar va tipik inson ish harakatlari tilga olindi. Bu ish harakatlarni izohlashda balog'atga yetgan yosh, ya'ni jismoniy jihatdan taraqqiy qilgan, lekin hissiy jihatdan 4-5 yoshlik bolaning xarakteri bo'lgan va qiliplashgan inson, ya'ni o'zining zehniy qiliplarining sirtiga chiqolmay, hamma odamning dunyoni o'ziga o'xshash tushunishi lozimligiga ishonadigan kishi huquqlari misollar bilan sharhlandi. İkinci babda cemiyetin har qaysi sohalarida masala keltirib chiqaradigan sen, men engi bilan masalalarni hal qilishning asosiy hisoblangan biz engi misollar bilan tafsili bayon qilindi. Sen engining tagida ojizlik tuyg'usi yotadi. Ojizlik tuyg'usi men o'z holimdan xabar ola olmayman. Men noqobilman. Men mas'uliyatsizman. Shuningdek, boshqalar mening hayotimdan mas'ul degan xulosaga ilib bordi. Boshqalarga ishonmaslik, boshqalarni kamsitib, o'zini qaltish chog'lash, hamma ishni kontrol qilishga moyil bo'lish bo'lsa, dal men engiga ega kishilarning xarakteridir. Va men engidagi inson menli bilaman. Mendan ruxsatsiz, mendan so'ramay hech qanday ishni qilishni o'ylamang, planlamang, qilmang. Menli muayyonlashtirgan ish to'g'ri ishdir deb o'ylaydi. Mayli men engidagi bo'lsin, mayli sen engidagi inson bo'lsin, har ikkisi shaxsiyatchidir. Sen va men engidagi kishilar bir-biriga ishonmaydi. O'tirisida mehr-muhabbat so'z bo'ldi. Dushmanlik va adobat bakroq kuchli bo'ldi. Masalalarga, fikrlarga emas, odamlarga markazlashadi. Biz engidagi inson bo'lsa, kollektivga xizmat qilish va fidokorlik ro'yidagi kishi bo'lib, ijtimoiyligi kuchli bo'ldi. Biz engi hayotni bir butun sistema sifatida tushunishni taqozo qildi.
biz еңіға ega kishilar o'rtasida mehr-muhabbet kuchli bo'ldi. Hamkorlik va birlik ruhi ustun bo'ldi. Masalalar uzun mezgil kuzatilganda hozirgi nurg'un masalaning sababining burun o'ttirib qo'yilgan yuzaki qarashliq chora ekanligini bayqaymiz. Chora bir sistemaning hammasini o'z ichiga olmasa, chora uchun sistemaning bir tarafiga esilinsa, sistemaning bir butunligiga xavf shakllandi va sistema butunligini qo'llash uchun harakat etadi. Qisqa muddatli choralar masalani vaqtli hal qilgandek bilinsimi, lekin uzun muddatda texim ig'ir masalalarni keltirib chiqardi. Masalaning taltukus hal qilinish uchun har vaqt unumli chora bo'la olmaydi. Kishilik munosabatlarda eng unumli ish qaraydigan tuyg'u bo'lsa, insonlarning bir-biriga ishonishidir. Ishonchning tagida inson xarakterining butunligi, ya'ni insonning o'zi, so'zi va harakatining tuturuqliq va birdaklik bo'lishi yotadi. A'zolari bir-biriga ishonmaydigan, birlik va hamkorlik ro'yisiz bo'lgan bir oila, bir shirkat, bir millat, bir jamiyatda biz engi shakllanmaydi. Biz engi deganlik taraqqiyotning asosi deganlikdir. Biz engi deganlik qudratning asosidir. Hech kim bir butun sistemadan o'z oldiga mas'ul bo'lmaydi va hech kim bir butun sistemaning sirtiga chiqib ketolmaydi. Hech kimning xatoliklar va masalalarning mas'uliyatini boshqalarga döngab qo'ysa bo'lmaydi. Bir butunning bir parchasi bo'lish sifati bilan masala va chorimi insonning o'zidan boshlaydi. Masalan, Turkiyaning masalalaridan bu davlatning insonlari mas'ul bo'ldi. Mas'uliyatni boshqa davlatlarga ortib qo'yish amaliyotda bizni texmi ojiz qildi. Masalalarni siyosatchilarga, partiyalarga, byurokratlarga, media organlarga, savdo korxonachilarga, uyushmalarga ortib qo'yish deganlik amaliyotda bir butun sistemani nazardan saqit qilish deganlik bo'ldi. Kitobning 3-bobida biz engining asosi bo'lgan nishon hukmi tahlil qilindi. Muallifning qarashicha nishon bekitish liderlarning eng muhim vazifalaridan biri. Bir inson o'ziga nishon bekitib, kelgusini barpo qila olishi mumkin. U kishi oldi bilan nishonini bekitdi va buni kelgusi haqida qilingan va'da sifatida qabul qildi. Nishoni bo'lmagan kishi o'tmishning ta'sirida qolgan kishi bo'lib, hozirga esilib oldi va o'tmishdan farqlanmaydigan bir kelgusi yaratdi. Nishon bo'lgan kishi hozirdan unumli foydalana oladi va hayotida yangi fursatlar, imkoniyatlar, xatarlar va hayajon paydo qila oladi. Bundan sirt, agar bir insonning nishonini hayotining hammasini o'z ichiga olmay, faqat bir qismiga markazlashsa, masalan, iqtisodiy va jismoniy tarafga markazlashsa, bu sohada utuq qozongan taqdirdami, hayotining boshqa taraflarida masala ko'rilib, tampongsizlik paydo bo'ldi. Kitobning 4-bobida bir oilani biz engiga asosan qandoq qilib barpo qilib chiqilib bo'lganligi va bundaq oilani qandoq davomlashtirishli bo'lganligi izohlandi. Muallifning qarashicha oilada biz engi paydo bo'lsa, u oila sog'lom bo'ldi. Oila qurilmasi sog'lom bo'lgan bir jamiyatning hamma sohasining sog'lom bo'lishi faqat vaqt masalasi xolos. Bundan sirt sen engi ustiga qurilgan saqsiz oila qurilmasiga ega jamiyatlarning hamma sohasida masala ko'rildi. Oila turmushining sifatli bo'lishi dal biz engining barpo bo'lishiga bog'liq. Kitobning 5-bobida xizmat o'rniga o'xshash kollektiv ish qilgan joylarda qo'lga keladigan utuqning ochqichining biz engi ekanligi ta'kidlandi. Qisqa muddatli foyda uchun faoliyat qilgan bir shirkatda yoki o'rinda har inson, har fikr va har metod bir statistikaga o'xshaydi. İnsanlar bir mashinaga o'xshash tasavvur qilinishdan xush bo'lib ketmaydi. Xizmatchilar hurmatga erishishga, odamdek muomala qilinishga, izzatining qilinishiga ahamiyat berdi. Aksicha bo'lsa, vahima hukmron bo'lgan xizmat o'rinda yoki kollektiv o'rinda insonlar passiv o'ringa tushib qoldi. Ijodiylikni yo'qotib qo'ydi. Hamma odam o'zining manfaatini qo'g'dashdan quyga tushadi va kollektiv ro'yi yo'qaydi. Muallifning qarashicha, shirkat texnik ko'p foyda olishni nishon qilsa, insonning qiymati foyda sistemasining unumli mashina sifatida ko'rildi. Bundaq tushunchaga qarata mundaq savolni so'rashga to'g'ri keldi. Inson bo'lganlik uchun qimmatli bo'lmasa, uning fikrlarining qimmatli ekanligiga qanday qoyil bo'lamiz? Muallif biz engiga ega bo'lgan shirkat yoki kollektiv uchun xizmat qilgan joylarning boshqarish hay'atining qilishga tegishli ishlarini mundaq bayon qildi. Boshqarish hay'ati xodimlarining ahvoliga yaqindan ko'ngil bo'ldi. Ularga samimiy va illiq muomala qildi. Xodimlar bilan ancha-muncha suhbat o'tkazib turdi. Ularning qilgan ishlari haqida ma'lumot olib turdi. Shundaqla ularni rag'batlantirdi. Xodimlarning ism-famlarini atab xitob qildi.
xodimlar o'rtasida salohiyatlarni namoyon qiladigan ahvollarni yo'q qildi. Masalan, hamma xodim bir yerda tamoq yeyish uchun muhit tayyorlab berdi. Xodimlarning fikr takliflarini berish uchun ularga og'zaki, yozma va elektronlik muhit barpo qilib berdi. Kitobning bu bobida shirkat liderining atrofidan o'rib olgan bir turkum kishilarning shirkat xodimlari bilan lideri o'rtasida fasil selilish ehtimoli borligi, xodimlarning shirkatlarning haqiqiy ahvolini liderga to'liq yetkazmaslik mumkinchiligi borligi ta'kidlandi. Bu bobda yana har qanday bir kollektiv ishi yoki guruhi faoliyatida guruhiga tabi a'zolarning qimmati va izzati qilingan taqdirda u guruhining utuq qozonib, biz engining kuchlidiganligi bayon qilindi. Buningdan sirt, ma'lum bir guruha yoki to'pliq ichida biz engining shakllanishiga vaqt ketadi. Biz engi bir guruh lideriga nisbatan uzun muddatli ishida eng yaxshi sharoitning paydo bo'lishiga turtki bo'ldi. Navada guruhida biz eng emas, sen va men engi kuchli bo'lsa, guruhda uzun muddat davomlashadigan g'alaba qo'lga keltirilmaydi. Kitobning 6-bobida rahbar yoki liderning biz eng ishida bir o'rinni yoki shirkatni qanday qilib utuqqa elib boralaydiganligi izohlandi. Klassik va zamonaviy boshqarish tushunchalari o'rtasidagi farqlar tilga olindi. Biz engiga ega bo'lgan rahbarlik hay'ati tuvandagi ishlarni qilishga ahamiyat berdi. To'g'rini qilish insonning tabiatining taqozosi bo'lib, bu insonga yetakchilik qildi. Guruhining har a'zosi guruhining ayrilmas bir qismidir. Munassa dialog va tinchlik ichida harakat qilish, raqobat yoki dushmanlikdan har vaqt a'lodir. Guruh a'zolarining har biri mas'uliyat olishi kerak. Kitobning bu bobida biz engiga ega bo'lgan liderlarning aloyiliklari bayon qilindi. Ijodiylik, xatarga tavakkul qilish, mas'uliyat engi kuchli bo'lish, o'ziga ishonchi kuchli bo'lish, haqiqatga hurmat qilish, sehi, mard bo'lish, sabrchan, tirishchan, g'oyilik va irodalik, taraqqiyparvar, boshqalarga xizmat qilishga ahamiyat berdi. Insonlar shundu o'zini bir butunning parchasi deb qaraydi. Mas'ul ko'rilgan vaqtida boshqalarni tanqidlashning o'rniga menda nima xatolik o'tdi deb o'zini so'roqlaydi. Yig'inchoqlaganda kitobda o'tir qo'yilgan asosiy ideya mundaq: shaxsiy turmushimizda, oila hayotimizda, xizmat o'rnimizda, jamiyat hayotimizda, qisqasi hayotimizning har qaysi sohalarida ichimizdagi biz engi bo'yicha ish tutmasak, ma'nilik, sifatlik va utuqli hayot kechira olmaymiz. Xayr xo'sh.